Assalomu alaykum aka. Mana bugun biz Gulistondamiz. Sirdaryo mana Jizzaxning eng kuchli ovchisi. Assalomu alaykum gulpadoshlar. Nag'izmi shu? Rezultatlar bor. Ko'rsatib qo'yaymi rezultatni? Ko'rsatib qo'ying. Mana. Mana rezultat. 2 soatda shuni oldik mana. Mana sazan karas. Rezultatlar zo'r, xudo xolasa. Diki joy yana anaqa. Dikizi bir. Ko'l ekan deb yurmang. Zafar akamniki bitta tovuq oldim-da, bir hafta. Qo'ydi, qo'qondan. Yaypandan kelib tovuq o'tiribdi. Zafar bir hafta jivoy bilan gaplashib turadi mana. Voh. Ovchakalar hammaga omad, ovdagilarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.